Ushbu bitiruvchi o'z kasbiy sohasini qanchalik yaxshi biladi? Umumiy fikrlar albatta yaxshi. Oliy ta'lim tashkilotlarining reytingini chiqarishda juda ham katta jabhalardan bittasi bu bitiruvchilar yuzasidan ish beruvchilarning fikrini o'rganish bo'ladi. Toshkent davlat transport universitetini bitiruvchilarini va ular orqali universitet haqidagi ish beruvchilarni bahosini aniqlash maqsadida Ustemir yo'l ta'mir aksiyadorlik jamiyatiga tashrif buyurib turibmiz. Rahbar xodimlari bilan suhbatda bo'ldik. Ulardan ish beruvchi sifatida demak universitet bitiruvchilari haqida fikrlarini o'rgandik. O'tkazilayotgan savolnomalardan asosiy maqsad ish beruvchilar fikrini o'rganib, bu asosida bu juda ham katta sotsiologik tadqiqotlar bo'ladi. Uning natijasida ishga qaratilgan katta bir qarorlarga kelishga sabab bo'ladigan ma'lumotlar to'planadi. O'z temir yo'l ta'mir aksiyadorlik jamiyati asosan O'zbekiston temir yo'llaridagi mavjud bo'lgan barcha turdagi lokomotivlarni, barcha ta'mir turlari, ya'ni joriy ta'mir, kapital ta'mir va xizmat muddatlarini uzaytirishlari bilan shug'ullanadi. Ishlarimizni tashkil etish uchun Toshkent davlat transport universiteti bitiruvchilaridan ishga jalb qilinadi. Korxonamizda asosan muhandis yo'nalishlarini egallab turgan ishchi xodimlarning 90%ni Toshkent davlat transport universiteti bitiruvchilari hisoblanadi. Bundan tashqari transport universiteti va jamiyatimiz o'rtasida dual ta'lim tizimi yo'lga qo'yilgan. Bu kelajakda raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashga ko'mak beradi.